hurmatli vazir tomoshabinlar, azizlar, Usta Tohir YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Nasib bo'lsa ikkita kanalga videom chiqib boradi. Qurilish kanallar kuzatib boringlar. Azizlar, bugungi sanamiz 20-aprel 2025-yil. Nasib bo'lsa mana hozir beton quyish jarayonlarini boshladik. Hozir eniga bu 8 lik armaturadan to'qilgan eniga 50 sm balandligi 30 qilib qo'yib beramiz. 60 ga 50 qilib qo'yilgan. Oldingi tag qismi padush qo'yilmagan ekan, lekin biz ustki qismida qo'yganmiz. Sababi o'sha yorug' hosil bo'lgan, ko'cha tomonda ariq o'tgan, o'sha suv postoyanno o'sha suv bo'lgan hisobiga mana bu o'rtasidan yorilib, narigi tomon sal cho'kkan. Bir yildan o'tgan, yorilib tushib bo'lgan joyiga bu uchastkamiz to'liq. Hozir 30 sm karkas qilib, ichi armaturalar qo'yib beryapmiz. Mana betonimizni nasib bo'lsa. Kecha bir yomg'ir yoqqanda sal peririb bo'lgandi, dam olgandik. Mana qo'yishni boshladik yana. Mana balandlik 30, eni 50 sm. Oldin 60 ga 50 qilib qo'yilgan joyimiz. Metrajga 13 metr atrofida saqib bo'lyapti. Hozir pastda 2 tonnadan ko'p sement ishlatdik. Mana bu qismlarimizdan bo'ldi. Bitta 7 metrga 3 metr, 10 metr joyimiz qoldi. Mana bu mehmonxonaning hovli tomoni va yonbosh qismi. Qoldi, hozir nasib bo'lsa zagotovkalarimiz bo'lgan. Qo'yish jarayonlarini boshlaymiz, kuzatib boringlar. 90 sm opshi yerdan bo'ldi. Tagi lekin 60 ga 30 qilib o'zi o'sha nima deydi, qonuniy deymiz yoki bo'lmasa обязательно bo'lish kerak. Sababi o'sha oyoq vazifasini bajaradi. Yorug'lar hosil bo'lmaydi. Karkasli qilib to'qib qo'yilsa unga, bu ichki qismiga armatura qo'yilmagan. Hozir yorug'larni ham ko'rsataman. Mehmonxonamiz yorilgan, keyin mana bu qismimizga ham bu yorug'. Mana shunday yorilib ketgan. Shuning uchun ustidan qo'yib beryapmiz. Ushbu joyimiz Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Yangi Do'stlik mahallasida. 60 metrdan uzun, 70 ga yaqin joyimiz. Bu fadval bo'ladi. Qozilyapti. Opshi 180 bo'ladi yerda. Beton ustki qismi. Bu yerda zina bo'ladi. Bu ishimiz davom etyapti. Shag'alimiz, qum, sement ishlatyapmiz. Hozir bitta zagotovka tayyor. Yana bitta olamiz. Nasib tugaydi bugun ishimiz to'liq. O'sha nasib etsa topshiramiz ishimiz. Keyingi qiladigan ishimiz keyin hozir zakazlarimiz bor. Nasib etsa bir aylanib kelib, mana bu qismlar to'liq qozdirib bo'lishgandan keyin stashka shkaturka bo'ladi. Podvallar tayyor bo'ladi. Keyin mana bu reminkalarni ham to'g'rilab beramiz. Pastki qismlar stashka, shkaturka, patolog, malyarka hammasini o'zimiz qilib beramiz nasib etsa. Kuzatib boringlar. Usta Tohir va Hunarmand YouTube kanallarida ikkita kanalga chiqadi videomiz. Instagramga ham Hunarmand videosi chiqadi. Kuzatib boringlar. Nasib bo'lsa ko'rsatib boramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammaga rahmat. Eshik bu podval kirish uchun mana bunday eshik ochtirilgan. Betonli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.